Xo'p, oilalar nimaga tez buzilib ketmoqda? Ayollar aybdormi yoki o'sha ayolning ota-onasi aybdormi bu buzilib ketishiga? Oilani buzilishiga katta sabab ayolni onasi deb o'ylayman. Ha. Ota-onasi. Oldin biz paytda qanaqa bo'lardi? Misol urushib, ilib qanaqa muammo bilan borsak, bor, qaytib bor, sabr qil, chida deyilgan. Chidamay yashaysiz. 16 yil. Sizdan ketib qolgansiz? Hech marta ketib qolganman. Onangiz bor, ering bilan yashadiganmilar yo o'tirganmiz 3-4 oy uyingizda orasa? 3-4 oy vaqtda anaqasi yo'qda. Ota-ona boshida ha deb boshimni silagan bo'lishi mumkin. No baribir oxirida bor, san uying, sabr qilishing kerak, ering, boshqa qayna-qaynating farzandlaring bor deb meni har doim u yoqqa meni itarishgan. Agar ular sababchi bo'lmaganda balki meni ham oilam buzilib ketgan bo'lishardi. Hozir katta sabab ayol ota-onasi. San uryaptimi, senga baqiryaptimi, senga nimadir qilyaptimi, bo'l yig'ishtir, yashamaysan deyapti. Albatta yashamaydi, chiqib ketadi unaqa ayol kishi. Qiynalgisi kelmaydi. Ajrashib bo'lib, yana bitta katta anaqa nima deydi? Yolg'on. Ajrashganimdan keyin men zo'r erga tegib ketaman yoki hayotim zo'r bo'lib ketadi degan fantaziyasi borda ayollarning. Katta xato. Qayerda ko'ryapti ajrashib ketgan ayolni u zo'r yashayotganini, Instagramda ko'rayotgandir. Instagram ko'zbo'yamachilarning dunyosida. Hamma 30 ta rasmga oladigan bo'lsa, o'shaning ichidan bittadan yaxshisini qo'yadi. Xuddi shunaqa hayotdagi zo'r narsalarni ko'rsatyapti, faqat ichidan tanlab yaxshisini qo'yapti. Qayerdan bilasan uni hayotini qanaqaligini? Kelin uyga orozlab keldi. Kelinning ota-onasi nima qilish kerak? Oilani buzilib ketmasligiga harakat qilish kerak. Chunki u oila bekorga qurilmadi-da. Oila muqaddas deb nimaga aytiladi, bilasizmi? Oilada ikkita shaxs charxlanadi. Xuddi ikkitamda tosh desak, tosh bir-birini egolab, undan haykal, chiroyli haykal yasalanadi. Bir-birini egolash jarayoni og'riqli. U og'riqli jarayondan hamma qochgisi kelyapti. Xo'p, bu jarayondan qochding, lekin boshqasiga baribir tutilasan, qayerdadir og'rishing kerak. Shunaqa paytda qiziga nima maslahat beradi? Qizim, bizning hayotimizda ham bo'lgan, uni hayotida ham bo'lgan. Bunaqa narsalardan o'tish kerak, sabr qilish kerak, ko'rish kerak bu yerda nima bo'lyapti, nima dars beryapti, ne ering o'zini bunaqa tutyapti, nega yomon tutyapti, sendagi sabab nima? Sen o'zing xatolaringni ko'r, to'g'rila desh kerak. Qizida bu hech qanaqa ayb bo'lmasdan faqat o'zi shunaqa bo'ladi. Qizida hech qanaqa ayb bo'lmasdan faqat erkak kishiga yuklanursa, bitta tarafga ayb yuklanursa, balans buzilib ketib qoladi. Noto'g'ri bo'ladi. Ikkita tarafdan qarash kerak har doim. Qiz tarafdan ham, erkak tarafdan ham. Ana o'shanda to'g'ri qaror chiqariladi. Qanday ayol erini boy qiladi? Har bitta kuchli erkakning orqasida kuchli ayol turadi deshardi-yu. Har bitta kuchli erkakning orqasida uni sevadigan ayol turadi. Ayol kishining sevgisi bunaqa teng kuchiga. Men erimni sevmayman, lekin erimni moddiy hayoti zo'r deyishi mumkin. Sen sevmasang, lekin seni boshqa sevadigan, ering sevadigan boshqa ayol bo'lishi mumkin. Kuchini o'shandan oladi. Ikkinchi xotini o'zidan o'zi oladi keyin. Oladi, boshqa ayol sevadi, lekin moddiy bunaqasi muvaffaqiyati, moddiy jihatdan rivojlanishda bo'ladi. Erini boy bo'lishni xohlagan ayol ko'proq erini sevsin. Qancha ko'proq sevsa, shuncha boy bo'ladi, shuncha muvaffaqiyatli bo'ladi. Psixolog huzuriga qanday odamlar kelish kerak deb o'ylaysiz? Oldin shunaqa ishonch bor edi, shunaqa qarash bor edi, psixologga faqat jinnilar boradi. Psixologga borishim kerak, nima sen jinnimisan deyshadi-yu. Hech bo'lmasa shu ongdan chiqdik, xursandman. Psixologga o'zi chet elda kichkinagina muammosi bo'lishi mumkin, ichkarida qanaqadir huzursizlik, rohatsizligi bo'lishi mumkin, psixologga boradi, gaplashadi, ichidagi dardlarini chiqaradi, nimadir qilib ishlab keladi. Har bitta inson o'zining psixologi bor-da. Mening qarashim shunaqa bo'lishi kerak. Chunki bizning ichimizdagi og'riqlarimizni chiqarmasak, u to'planursa, oxiri bitta bu portlaydi-da. Katta muammo yaratamiz, yoki katta janjal bo'ladi, nimadir qilamiz-da. Siz o'zingizni yomon his qilyapsiz, qalbingizda huzur yo'q, nimadandir xavotirdasiz, qo'rquvdasiz, albatta boring, psixolog bilan ishlang. Men eshitmaganmanki, biron marta eshitmaganman, biron erkak psixologga boribdi, psixologda oldiga borar ekan. Men o'ylashim bo'yicha, odatda shu erdan ajrashgan yoki muammosi bor ayollar boradi faqat. Erkaklar bormaydi psixologga. Keladi. Keladimi? Psixolog sifatida nima deysiz? Erkaklar nimaga kamroq boradi? Erkaklar analitikda, aql bilan ko'radi hamma narsani. Ayollar his-tuyg'u, ular ko'proq his-tuyg'ularni his qiladi. Uning ichida ko'p kechirmalar bo'ladi. Bitta vaziyatga siz aql bilan mana bu to'g'ri, mana bu noto'g'ri deb ketsangiz, ayol ichida 15 ta narsa bo'ladi, 15 ta his-tuyg'u bo'ladi. O'shaning uchun ayol kishining emotsional og'irligi ko'p bo'ladi. Shuni chiqarish uchun psixologga boradi, ishlaydi o'zi bilan. Qanday ayollar ko'proq keladi psixologga? Birinchi o'rinda muammosi ko'p bo'lgan ayollar, ikkinchi o'rinda o'zini hurmat qilgan ayollar keladi. O'zini yaxshi ko'rgan ham. Ichki ruhiy sostoyaniyasi yaxshi bo'lmasa, tashqariga ming baxtli ko'rinsin u ayol, ichkaridan baxtli emasdi. Qanday muammosi bilan keladi ayollar psixologga? Munosabatlar, oilaviy, er-xotin munosabatlari, qaynona-qaynota munosabatlari shular bilan kelishadi va shaxsiy rivojlanish.